Kerak Hyundai avtomobili boshlang'ich to'lovsiz, BYD Chazor ko'pchilik so'ragan boshlang'ich to'lovsiz, qora Tracker boshlang'ich to'lovsiz va Monza avtomobili boshlang'ich to'lovsiz. Ma'lumotlarga tushuntirib ketaman. Hozir yetargan summam o'zingizlarning xarajatingiz uchun ketadi. Shu xarajatda oladigan bo'lsanglar, bitta pasport evaziga 11 ta viloyatda bemalol kelib turib xarid qilasiz. Hyundai Elantra avtomobili mashina holatlari ideal, bir tomchi kraskasi yo'q. 2022-yilda ishlab chiqarilgan 4 ta yangi pachka balonlarigacha taqib qo'yilgan. Mashina ideal holatda 62 ming kilometr masofani endigina bosib o'tgan, $700 xarajatga pul olib kelgan holatda mana shu avtomobilni Xodi avtodan kelib turib xarid qilsangiz bo'ladi. BYD Chazor avtomobili okalar, boshlang'ich to'lovsiz qilib bersam nima deysizlar shuni ham. 2024-yilda ishlab chiqarilgan 55 talikni eng full aka, men sizga lyuksiz variantda birinchi paytdan ko'rsatayotganim yo'q. Yaxshilab ahamiyat bering. Qora rangidan ko'rsatyapman yana. Boshlang'ich to'lovsiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan $800 xarajatga pul olib kelasiz. Mana shu avtomobilni Xodi avtodan kelib turib xarid qilsangiz bo'ladi. Bundan tashqari, Tracker avtomobili juda ham ko'pchilik kutgan edi. $600 xarajatga pul olib kelgan holatda 2023-yilda ishlab chiqarilgan mana shu Tracker avtomobilni Xodi avtodan kelib turib xarid qilsangiz bo'ladi. Monza avtomobili 2023-yilda ishlab chiqarilgan, bir tomchi kraskasi yo'q. Mashina holatlari ideal, qop-qora rangidan 1.5 atmosferniy liboy benzinni qo'yib, metanni ham qo'yib yuraverasiz. $600 xarajatga pul olib kelgan holatda mana shu avtomobilni Xodi avtodan kelib turib xarid qilsangiz bo'ladi. Boshqa batafsil ma'lumotlar, boshqa avtomobillar Telegram kanalda. Xodi avtozni ishonchingiz uchun harakat qilyapti. Like bilan podpiska qiling, onajonim. Kattakon rahmat.